Xitoyda odamlar o'rtacha kuniga 200 yuan, taxminan 340 ming ishlab topishadi. Qani ko'ramiz, Xitoy supermarketida bu pulga nimalar olsa bo'ladi? 20 ta tuxum 19.8 yuan. 1 litr sut 9 yuan. 1 litr apelsin soki 9 yuan. 3 ta yogurt 10 yuan. 200 gram shrimp 18 yuan. 1 kilo pomidor 10 yuan. Yarim kilo bodring 5 yuan. 2 ta sabzi 2,5 yuan. 1 kilo kartoshka 9 yuan. 2 litr yog' 30 yuan. 1 kilo tovuq go'shti 17 yuan. Lays 10 yuan. 8 gram banan 14 yuan. 4 ta olma 15 yuan. 2 ta mango 14 yuan. Mana shuncha narsamiz 203 yuan bo'ldi. Skidka bilan 189 yuan. Aytinglarchi, O'zbekistonda ham shuncha pulga, 340 ming pulga shuncha narsa sotib olsa bo'ladimi, yo'qmi?